Assalomu alaykum barchaga hurmatli ishqibozlari. Xo'p, bugun 8-dekabr, haftaning dushanba kuni. Bugunga kelib qiladigan ishlarimiz mana bunday salafanlar soldik. Kecha yashiklarni qanday margansovka bilan obrobotka qilishni ko'rsatgandim. Bugun salafan solib, chirindi solamiz yashiklarimizga. Tomosha qilib turing do'stlar, qanday qilib chirindi solishlarni ham ko'rsataman va chirindi nimalardan iborat bo'ladi. Xo'p, chirindiga hech narsa qo'shilmaydi, faqat toza biogumusga sepamiz urug'imizni. Ko'pchilik menga telefon qilib so'rayapti, chirindini qanday tayyorlaymiz? Nima qo'shamiz? Qum qo'shamizmi? Ko'mirni unini qo'shamizmi? deyiladi. Yo'q, hech narsa qo'shilmaydi. Faqat toza chiroyli biogumusga sepiladi do'stlar. Keyin salafan to'shaganda, solganda mana bunday ko'pgina teshish kerak. Pichoqdami, atverkadami kam teshib qo'ymanglar do'stlar. Chunki suv oqishi kerak. Ostidan ham kislorod kirishi kerak. Hozir chirindi solamiz, ko'rsatib o'taman. Va nihoyat 3,5 deganda barcha chirindi biogumuslar, biogumus chirindi emas. Hozir bir kishi telefon qilib tanishim, u chirindi emas, biogumus degan deyishdi. Biogumus mana. Biogumuslarni solib oldik. O'shandan beri o'sha telefonni qo'yganimdan ertalab syomka qilgandim, birinchi yomg'ir yog'ayotganda. Endi hozir solib bo'ldim. Xo'p, biogumus tushgan 4 sm, ba'zilariga 5 sm dan tushgan. 3 sm lisi kam. Bu yerlar hali tekkizlangani yo'q. Solib ketaverganman. Hali bu tarafga vaqt bo'lgay, mana shu yerga kelgan ekanman. Mana shunday palkacha olasizlarda solib mana bunday qilib tekkizlash kerak. Biogumusda. Xullas do'stlar shunaqa. Xudo xolasa ertagadan urug' sepishni boshlaymiz. Duo qilib turinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Managa ham polka qilamiz. Yaqin bir. Hozir bu yerga 158 ta yashik bo'lishi kerak, mana 2 ta bilan 158 ta yashik. Xullas bir yana 100 ta yashik. Bu yerga 100 ta emas, bir 70-80 ta. 3 qator bu yerga ketadi. Yana mana bu yerlarga qo'yamiz. Mana polkaning ustiga tushadi. Ashlarni ham to'ldirish kerak. Bularga ham bir nimalar sepamiz. Bil sepadigan urug'larimiz juda kam ko'p. Har xil urug'lar sepamiz. Kuzatib boringlar do'stlar, like bosinglar, yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. 5-6 kundan beri hech kim obuna bo'lgani yo'q. Faqat ko'rilyapti xolos. Chetdan ko'rayotganlar ham obuna bo'lib qo'yinglar, like ni bosib ketinglar do'stlar. Qancha like ko'p bosilsa, kanalimiz shuncha rivojlanadi. Keyin men ham mazza qilib zo'r videolar qo'yaman. Do'stlar, xullas mana shu urug'larni birga sepamiz, birga chiqaramiz. Birga pikrovka qilamiz, birga sotamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.